Tasavvur qiling. Siz Lotin Amerikasining samolyot ishlab chiqaradigan yagona kompaniyasi bosh ijrochi direktorisiz. Dunyoning turli qismlariga yo'lovchi laynerlari va xususiy jetlar yetkazib berasiz. Biroq marketologlar jamoasi yaqin 10 yil ichida 700 ga yaqin harbiy transport samolyotlarini yangilashga to'g'ri kelishini, shu bois bozorning yangi segmentiga kirish kerakligini tavsiya qilishdi. Risk juda yuqori. Chunki bu ko'chaning Lockheed Martin, Airbus, Boeing va Ilyushin kabi o'z gigantlari bor. Xo'sh, shunday vaziyatda tavakkal qilib ko'rarmidingiz? Embraer aynan shu yo'ldan bordi. Siyosatchilar, aviakompaniyalar va takabbur milliarderlar bilan ishlashga odatlangan korporatsiya harbiylarning ham asosiy hamkoriga aylanmoqchi bo'ldi va buni birinchi urinishdayoq uddaladi. Embraer bozorga shunchaki kirib kelmadi, balki o'z qoidalarini, yangi standartlarni joriy qildi. Uning C-390 Millennium samolyoti tom ma'noda game changerga aylandi. Kompaniya mijozlari orasida O'zbekiston ham bor. Bugun ushbu samolyot nima uchun global darajada favoritga aylangani, uning texnik xususiyatlari va O'zbekiston nega Il-76 Ilyushin o'rniga aynan C-390 Millenniumni tanlagani haqida gaplashamiz. Ko'rsatuvni tayyorlashda Embraer kompaniyasi xalqaro ko'rgazmada bergan mahsulot kitobidan foydalandik. Boshlashdan oldin doimgidek sizdan like va izohlarni kutamiz. Biz innovatsiyalarni qadrlaymiz. Biz sohaga yangiliklarni olib kiramiz. Biz qurolli kuchlar tuzilmalari uchun 100 ga yaqin turdagi harbiy va ikki xil maqsadli mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Ballistik jiletlar, himoya dubulg'alari, tungi ko'rish va mo'ljalga olish optik moslamalar hamda uchuvchisiz uchish apparatlariga qarshi tizimlar. Bularning bari xalqaro sifat talablariga javob beradi. Sahro Tactical, Mergan, Hamroh va Special Steel bizning brendlarimizdir. Startap va tashabbuslarga ochiqmiz. Innovatsiya texnologiyalar markazi. Sadoqat, sifat va ishonch. Harbiy aviatsiyada taktik havo tashuvlari hamda strategik havo tashuvlari tushunchalari mavjud. Ularning birinchisi jang maydonidagi askarlarning ehtiyojini bevosita qondirishni, ikkinchisi esa imkon qadar uzoq masofaga og'ir yuk bilan parvoz qilishni nazarda tutadi. C-390 Millennium bu ikkisini bog'lovchi o'rtalik hisoblanadi. Ammo u Embraerning harbiylar uchun tayyorlagan ilk ishlanmasi emas. Kompaniya bunga qadar asosan o'quv mashg'uloti hamda yengil hujumchi samolyotlar yetkazib bergan. Biroq ularning hech biri ishlab chiqaruvchiga C-390 kabi shuhrat olib kelmagan. Embraer avvaliga yangi samolyotni o'zining E-190 layneri bazasida ishlab chiqarmoqchi edi. 2006-yili dastlabki tadqiqotlar o'tkazildi. Har qanday murakkab texnologiya bilan bo'lganidek, C-390 muhandislarga ham jiddiy talablar qo'yildi. Chunki samolyot nafaqat o'z sinfida monopol hisoblangan C-130 Herculesning o'rnini egallashi, balki AQSh samolyoti bilan bozorlar uchun shiddatli raqobatga kirish ham kerak edi. Embraer bunga noodatiy yondashuv orqali erishish mumkin degan qarorga keldi. Gap shundaki, taktik havo tashuvlarga mo'ljallangan samolyotlarning aksariyati turbovintli dvigatellarda parvoz qiladi. Hatto dunyoning 70 dan ortiq davlatida xizmat qilayotgan C-130 Herculesni ham parraklar havoga ko'taradi. Bunday samolyotlar reaktiv dvigatelli uchoqlardan ko'ra sekinroq parvoz qiladi. Biroq ular jang maydonidagi sharoitga moslashishi, kalta va notekis uchish-qo'nish yo'laklaridan foydalanishi mumkin. Embraer 2007-yili Rio de Janeiro shahrida bo'lib o'tgan ko'rgazmada ilk konseptual loyihasini taqdim etdi. Oradan 2 yil o'tib Braziliya hukumati yordamga keldi. Chunki harbiylar o'z ixtiyoridagi C-130 Herculesni yangilashni xohlardi. Shundan so'ng muhandislar E-190 layneri bazasidan voz kechib, samolyotni butunlay noldan ishlab chiqdi. Dastlabki prototip 2015-yilning 3-fevral kuni havoga ko'tarildi. Bu braziliyaliklar tarix yozgan kun edi.
C-390 Millennium o'rtacha og'irlikdagi harbiy transport samolyoti hisoblanadi. Uni bir juft V-2500 Y5 reaktiv dvigatellari havoga ko'taradi. Uchoq o'z tezligini maksimum 988 km/soatga yetkazishi mumkin. Kruiz tezligi esa soatiga 870 km ni tashkil etadi. Ta'kidlash joiz, C-390 talab etilgan taqdirda tezligini 193 km/soatgacha pasaytira oladi ham. Bu desant amaliyotlari, parashyutdan yuk tashlash hamda vertolyotlar kabi nisbatan sekin uchadigan jangovar bortlarga havoda yonilg'i quyish imkonini beradi. To'g'ri eshitdingiz. Bu samolyot nafaqat yuk tashib, parashyutchilarni olib uchadi, balki qanotli zapravka vazifasini ham bajaradi. Biroq C-390 Millenniumning imkoniyatlari faqat shu bilan cheklanmaydi. Uni o't o'chirish, qutqaruv-qidiruv, tibbiy evakuatsiya, gumanitar yuklarni yetkazish hamda maxsus harbiy amaliyotlarda ham qo'llasa bo'ladi. Bunda ayniqsa samolyotning modulli konstruksiyasi qo'l keladi. Ya'ni platformani bir missiyadan istalgan boshqasiga moslashi uchun 3 soat vaqt ketadi. Qolaversa, samolyot mustaqil osma shassi sharofati bilan qum, tuproq, shag'al hamda yamalarga to'la avtomobil yo'llariga ham qo'na oladi. C-390 Millennium eng noqulay uchish-qo'nish yo'laklaridan foydalanish imkonisiz biroz oldin sanab o'tilgan vazifalarni birdek bajara olmasdi. Biroq turboreaktiv dvigateli samolyotning grunt qoplamasidan havoga ko'tarilishi o'ziga xos risklarni keltirib chiqaradi. Masalan, shag'al yoki asfalt bo'laklari uchib korpusni zararlashi, yana ham dahshatlisi dvigatelni ishdan chiqarishi mumkin. Bu ham yetmagandek, reaktiv motor ichiga chang to'lishi xavfi doimo saqlanib qoladi. Embraer mana shu muammoni bartaraf etish uchun fyuzelajni mustahkam materiallardan ishlab chiqqan. Qolaversa, qanotlar samolyot korpusining eng yuqori qismiga o'rnatilgan. Bu esa o'z navbatida dvigatellarning yerdan ancha baland joylashishiga olib kelgan. Darvoqe, Braziliya samolyotining reaktiv dvigatellari turbovintli dvigatellar, masalan, C-130 va A400M ga nisbatan ko'proq yonilg'i sarflaydi. Biroq C-390 Millenniumda raqobatchilardan farqli o'laroq 4 emas, 2 ta dvigatel mavjud. Aynan shu sababga ko'ra bu samolyot ham kerosindan ham xizmat ko'rsatish xarajatlari tomonidan tejash imkonini beradi. Endi samolyotning taktik texnik xususiyatlariga batafsil to'xtalsak. C-390 Millenniumning maksimal uchish og'irligi 87 tonnani, bosh vazni esa 35 tonnani tashkil etadi. Unga eng ko'pi bilan 26 tonna yuk ortsa bo'ladi. Ammo bu umumiy ko'rsatkich bo'lib, samolyotning real imkoniyatlarini to'laligicha ifodalamaydi. Keling, batafsil yondashamiz. C-390 Millennium maksimal yuklama bilan 2000 km, 23 tonna yuk bilan qariyb 2600 km, 14 tonnalik yuklama bilan esa 5000 km masofaga uchib bora oladi. Bo'sh samolyot 6200 km masofaga parvoz qilishi mumkin. Biroq havoda yonilg'i quyilsa, ko'rsatkich 8500 km gacha yetadi. To'g'ri eshitdingiz. C-390 Millennium nafaqat boshqa bortlarni havoda zapravka qiladi, balki o'zi ham bunday imkoniyatdan foydalanadi. Tabriklaymiz. Endi siz mana bu uzun quvur bejiz qo'yilmaganini bilasiz. Gap o'lchamlar haqida ketganda, u C-130 Herculesdan kattaroq, lekin Airbus modelidan kichikroq hisoblanadi. Samolyot uzunligi 35,2 metrni, balandligi 11,8 metrni, qanotlar kengligi esa 35,1 metrni tashkil qiladi. Yuk bo'linmasining hajmi esa 169 kub metrga yetadi. Soddaroq tilda aytsak, samolyot ichiga bitta Tarlon M yoki bir juft Qalqon 2 yengil zirhli avtomobillarni sig'dirsa bo'ladi. Braziliya samolyoti bundan tashqari BTR-82 zirhli transport vositasi yoki Black Hawk vertolyotini ortib uchishi mumkin. Agar shaxsiy tarkib bilan qo'shib hisoblansa, yukxonaga bitta Tarlon M hamda yana taxminan 50 nafar askar sig'adi. Gap hech qanday texnikalarsiz, lekin to'liq qurollangan parashyutchilarning o'zi haqida ketsa, raqamlar 64 nafarga yetadi. Ikki yondagi eshiklar desantchilar samolyotni imkon qadar tezroq tark etishi uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari fyuzelajning old qismida yana ikkita eshik mavjud. Chap tomondagisidan personal chiqib tushishda foydalanadi. O'ngdagisi esa favqulodda holatlarda ochiladi. C-390 Millenniumni asosan 3 kishilik ekipaj boshqaradi. Komandir,
ikkinchi uchuvchi hamda yukxona operatori shular jumlasidan. Yonilg'i quyish, qutqaruv-qidiruv kabi missiyalar uchun esa yana bir kishi jalb etilishi mumkin. U alohida terminaldan foydalanadi. Endi asosiy masalaga kelsak, O'zbekiston nima uchun Ilyushin Il-76 harbiy transport samolyotlarini almashtirish uchun aynan Braziliyaga yuzlandi? C-390 Millenniumning o'zi qanday afzalliklari bor? Avvalo ta'kidlash kerak, Il-76 biz uchun alohida ahamiyatga ega. Garchi samolyot Rossiyaning Ilyushin konstruktorlik byurosi tomonidan loyihalangan bo'lsa ham, uni seriyali ishlab chiqarish uchun VP Chkalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi, xalq tilida Tapovich zavodi tanlab olingan. Korxona 1973-yildan boshlab dunyoning turli davlatlariga ushbu modeldagi samolyotlardan 1000 ga yaqinini yetkazib berdi. Zavod gullab yashnagan davrlarda uning konveyerlardan har oy bir necha bort havoga ko'tarilardi. Biroq avvaliga SSSRni qamrab olgan iqtisodiy inqiroz, keyin esa imperiyaning parchalanishi zavodga jiddiy zarba bo'ldi. Chunki Tapovich sobiq ittifoq tarkibidagi boshqa davlatlar, xususan Ukraina, Belarus va Rossiyadan keladigan ehtiyot qismlarga qaramadi. Korxona cheklangan sonda samolyot ishlab chiqarish va modernizatsiya qilish dasturlari bilan 2012-yilgacha bir amallab o'z faoliyatini davom ettirdi. Biroq keyin Rossiya chizmalarini va ishlab chiqarish bazasini o'z hududiga ko'chirishga qaror qildi. Il-76 transport samolyotlarining mamlakatimizdagi xizmatini mustaqillikkacha va undan keyingi davrga ajratish mumkin. Istiqlol yillarida samolyotlar Il-76 MZ darajasida modernizatsiyadan o'tkazilgan. Ochiq manbalarda ularning soni va texnik holati haqida ma'lumot topib bo'lmaydi. Ammo bir narsa aniqki, samolyotlarimizning parvoz resursi kamayib boryapti. Qolaversa, 1970-yillar texnologiyasi garchi modernizatsiyadan o'tkazilgan bo'lsa ham, zamon talablariga javob bermaydi. Masalan, Ilyushin samolyotlarida raqamli displey yo'q. Ekipaj havo kemasini boshqarish uchun mexanik va analogli asboblardan foydalanadi. Bu uchuvchilarga yuklamani oshiradi. Shu bilan birga, bu kabi tizimlar zamonaviy optik elektron komplekslarga qaraganda kamroq imkoniyatlarga ega bo'ladi. Mazkur kamchilik ayniqsa tunda, qalin tuman yoki chang bo'ron kabi murakkab sharoitlarda yaqqol seziladi. Qolaversa, ushbu samolyot C-390 Millennium kabi modulli konstruksiya asosida tuzilmagan. Shu bois uni bir vazifadan boshqasiga sozlash uchun kunlab vaqt ketishi mumkin. Eng muhimi, O'zbekiston ixtiyoridagi Ilyushin samolyotlari havoda yonilg'i quya olmaydi. Bu vazifa uchun C-390 Millenniumning ichiga har biri 4 tonna sig'imli 3 ta bakni joylashtirish mumkin. Ular qanotlar ostidagi moslama orqali bir varakayiga 2 ta qiruvchiga kunning istalgan qismida yonilg'i quya oladi. Bundan tashqari samolyot yirik maydondagi yong'inlarga qarshi kurashishda ham samarali platforma hisoblanadi. Boisi u taxminan 11350 litr hajmdagi kimyoviy birikma yoki suvni tashib, yong'in ustiga quya oladi. Samolyotning raqamli boshqaruv tizimi esa atrofni tutun qoplagan sharoitda yoxud tog' va adirdan iborat noqulay relyefda ham xavfsiz parvoz qilish imkonini beradi. Ikki samolyot orasidagi eng yirik farq avionika masalasida ko'riladi. Ilyushin Il-76 MZning kokpit qismi, soddaroq aytganda, boshqaruv kabinasi yuzlab mexanik strelkali datchiklar bilan to'la. Samolyotning burni ostida joylashgan mana bu oynali bo'linmada esa navigator o'tirib xaritalar bilan ishlaydi. Uchoqni shturval hamda gidravlika yordamida boshqarishadi. Samolyotda avtopilot tizimi ham mavjud, ammo u juda jo'n ishlaydi. Faqat belgilangan balandlik va kursni ushlab turishga xizmat qiladi. Dastlabki modellar yo'nalishni yer usti radio mayoqlari va Doppler radari yordamida hisoblaydigan Kupol 76 majmuasiga tayanlar edi. Keyinchalik u modernizatsiya doirasida GPS va GLONASS kabi sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimlari bilan takomillashtirilgan. C-390 Millenniumning boshqaruv kabinasidan esa datchiklar va analogli asboblarni topa olmaysiz. Barcha ma'lumotlar 5 ta ko'p funksiyali LCD ekranlarda aks etib turadi. Uchuvchilarning ro'parasida esa parvozga oid ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri ko'rsatadigan HUD displey mavjud. Ha, xuddi shu shaffof oyna. Uchuvchilarga kelsak, ular bahaybat havo kemasini to'liq raqamlashtirilgan boshqaruv tizimi orqali nazorat qiladi.
C-390 Millenniumda biz odatlangan samolyotlardan farqli o'laroq shturval umuman mavjud emas. Uchuvchilar po'lat qushni side stick va turli sensorlar orqali boshqaradi. Ularning ko'rsatmalari butun samolyot bo'ylab elektron shaklda tarqaladi. Gap yo'nalishni belgilash haqida ketsa, C-390 sun'iy yo'ldosh va ichki navigatsiya tizimlari uyg'unligidan foydalanadi. E'tibor bering. Gap yuklar va desantchilarni parashyutdan tashlash haqida ketsa, CHATS tizimi ishga tushadi. U shamol tezligi, balandlik va boshqa ko'rsatkichlarni hisoblab, uchuvchiga yuklardan xalos bo'lish uchun eng qulay vaqtni ko'rsatadi yoki bu ishni o'zi mustaqil bajaradi. Sintetik ko'rish tizimi esa yer yuzasining 3D modelini ekranda chiqarib beradi. Gap raketa hujumlaridan himoyalanish haqida ketganda, Embraer kompleks himoya choralarini taklif etadi. Raketalar nishonlarni 3 ta usulda ta'qib qiladi. Ya'ni ular mo'ljalni dvigateldan chiqayotgan issiqlik izlariga qarab, radar yoxud lazer orqali topadi. C-390 Millennium ularning barchasiga qarshi kurashish uchun kompleks mudofaa tizimlariga ega. Masalan, samolyot yuqorida sanab o'tilgan raketalarning barchasiga qarshi an'anaviy issiqlik tuzoqlarini ishga soladi yoki yaqinlashib kelayotgan raketalarning boshqaruv kallagiga ko'rinmas lazer yo'naltirib, uning optik datchiklarini ko'r qiladi. Radar asosida ishlaydigan ikkinchi turdagi tahdidlar esa radioelektron urush tizimlari yordamida bartaraf etiladi. Uchinchi turdagi raketalarga kelsak, samolyot ularga qarshi keskin manyovrlarni amalga oshirishi mumkin. O'zbekiston bu samolyotni tanlaganiga yana bir sabablardan biri ekspluatatsiya xarajatlarining boshqa raqobatchilarga nisbatan arzonroqligi bilan bog'liq. Qolaversa, Embraer buyurtmalarni imkon qadar tezroq yetkazib berish uchun ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirmoqda. O'zbekiston ushbu shartnoma sharofati bilan C-390 Millenniumning Markaziy Osiyodagi birinchi, dunyo bo'ylab esa 9-operatoriga aylanadi. Bungacha samolyotni Braziliya, Portugaliya, Vengriya, Niderlandiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar sotib olgan. Hindiston esa 60 tadan 80 tagacha samolyotni mahalliy ishlab chiqarish bo'yicha Braziliya bilan muzokara olib boryapti. Ehtiyot qismlar, uchuvchilarni tayyorlash kabilar bilan qo'shib hisoblanganda, Embraerga har bir samolyot uchun taxminan 100-120 million dollar to'lash kerak bo'ladi. O'zingiz guvoh bo'lganingizdek, C-390 Millenniumni xalqaro darajada ommalashtirgan sabablar kam emas. Uning Il-76 MZ kabi gigantlardan farqi esa shunchaki moslamalar emas, balki butun boshli texnologik avlod bilan o'lchanadi. Videoni shu joyga qadar ko'rgan bo'lsangiz, demak u sizda qiziqish uyg'otgan. Mehnatimizni like va izohlar bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Keyingi sonda qaysi harbiy texnikani ko'rishni xohlashingiz haqida ham yozib qoldiring. Buguncha shu, salomat bo'ling.